Assalomu alaykum, hurmatli Avtomobil 111 YouTube podpischiklari. Ko'p vaqtdan beri video ishlamay qo'ydik. Xudo xolasa yana bugun to'liqroq bir ma'lumot berib beramiz. Vaqtimiz bo'lgandan so'ng video ishlab turibmiz. Sizlarni zeriktirib qo'ymaslik uchun toza YouTube'a kontent ishlab beramiz. Xullas, BYD elektromobilni ishlab berganmiz. Sizlar ham bilaman, milliy mashinalarni 4 yildan ko'payib ketdi. BYD elektromobil olganingizdan keyin nima ishlash kerak degan savolga biza javob beramiz. Toza mashinalardan keyin обязательно o'zingizga moslab, polniy tonirovka ishlanadi, sonsiz ashta ishlanadi, ichida salon laminatsiya ishlanadi, bron ishlanadi. Keyin esa bilasizlar, milliy mashina tezlik gaz bergandan tez yurib ketadi mashina. Shuni evazini hozirgi kunda hamma yerda radar bor. Ayniqsa toza radarlar chiqqan. 2026-yil iyun oyidan boshlab 4 yilda 3 oyoq radarlar chiqib boshladi. 2026 iyundan boshlab esa Neoline 8800 Avtokon, ya'ni 3 oyoqqa qarshi antiradar ishlab chiqarib boshlandi. Bizda уже Gegen, bize Neoline'ni ofisialni dilleri bo'lganimizdan keyin bizlere sırası yetib keladi. Birinchi bizlere keladi. Sırası yine satuva şu bir oyning içinde уже yüzlagan mashina berganmiz. Shulardan birisi BYD degan berganmiz. Hozir ko'rsatib beramiz yine. Toza mashina olgandan keyin обязательно o'zingizga mashinani moslab, hammani zati olasizlar. Antiradar qo'yilgan yine ko'rsatib beraman yine. Ko'rsatib beramiz mijozlarimizga. Antiradar qo'yilgan 8800S Wi-Fi Black Avtokon degan versiyasi. Keyin esa video registrator ham qo'yganmiz. Video registrator eng kerak narsalardan birisi. Sababi hozirgi kunda har xil inson bor. O'zlaringizni maksimal darajada himoya etishingiz kerak. Sababi hozirgi kunda do'stim bor, dushman bor. Shuning uchun o'zlaringizni maksimal darajada himoya etishingiz kerak. Xullas, eng kerak narsalarni aytib o'tdim. Shu narsalarni zo'r chiqarish uchun professional jamoa kerak bo'ladi. Professional jamoa Avtomobil 111'da bor. Elektrikimiz bilasizlar 20 yillik tajribaga ega bo'lgan elektrik ishlaydi bizada. Tonirovka ham eng yaxshi ustalarimiz ishlaydi. Ustamiz ham Avtobitsin jamoasida ish o'rganib, shu yerda o'zi maxsus sertifikatlarni olib, Avtomobil 111'da ish boshlagan. Xullas, buni sonsizlashda ishlab berganmiz. Sonsizlashda polniy standartdan o'tadi. E'tibor berib turgan bo'lsanglar, qaraytirilgan variantida ishlab berganmiz. Qaraytirilgan varianti bemalol hozirgi standartga javob beradi. Keyin esa krugovoy tonirovkalar ishlaganmiz. Tonirovkada qaranglar, hozir razрешение olish kerak. Razрешение ham kerak bo'lgan bo'lsa, o'zimiz avtodokumentatsiya ishlarini ham ishlab beramiz. Avtodokumentatsiya ishlaridan tonirovka ruxsatnoma, sug'urta, keyin esa ishonchnoma, xohlasanglar chiroyli nomer bitirib beramiz. Avtorakamlar xohlagan kombinatsiyada ishunning chiroyli nomer kerak bo'lsa, chiroyli nomerlar ham sizlarga bitirib beramiz. Xullas, kompleks hamma ishlaringiz bir yerda bitaman degan bo'lsangizlar, bizlarga kelaverasizlar. Keyin buni oldingi farna bron ishlab berganmiz. Bilasizlar, bu mashinalar qimmat bo'ladi, zapchasasi toplavermaydi. Topilgan taqdirda ham qimmat bo'ladi. Shuni evazini sizlar tavsiya beramiz. Arzimagan pul turadi. Fara bron ishlatinglar. Fara bron ishlatsangizlar, yine o'zingizga maksimalli mashinalaringizni himoya etasizlar. Xohlasanglar, oldingi kapotdan bron aytib beramiz. Xullas, broni plyonka ham hamma xizmatlar bizda bor. Keyin bu yerda yana bir BYD Yuan Up 2026 hozirgi kunda bilasizlar, bu ham trendga chiqqan. Bu mashinani biza ko'p narsalarni ishlab berib bilamiz. Bu mashinamiz biza Yankar brendidan eng yaxshi poliklarini, linoleumlarni o'zida ishlab berib turibmiz. Keyin esa avtonakitki, bu ham eng yaxshisidan Kardinar brendini deyishli bo'lgan eng yaxshi avtonakitkilarni ishlab berib turibmiz. Poliklarni ham ko'rsatib beramiz. Poliklarimiz qaranglar yana. Birinchi polni sidin olinadi. Sidin olingandan keyin yana o'zi maxsus yana koja poliklari bo'ladi. Ustidan yana bir qatori bo'ladi. Buni xohlagan svetidan biz ishlab berib bilamiz. 100 dan ziyod sveti bor. O'zingizga necha svet yakadon bo'lsa, hamma svetidan topib berib bilamiz. Keyin bu mashina xohlasanglar tonirovka, laminatsiya, hamma ishni ishlab berib bilamiz. Xullas, bizning seriyamizda elektromobillar, hozirgi o'zimizni Uzdevo mashinalari hammasini polniy navorotlarni ishlab berib bilamiz. Inomarka, liboy mashina avtomobil bo'lsa bo'ldi, hammasiga xizmat etamiz. Eng muhimi bizda professional jamoa tashkillashtirilgan. Jamoamizga ishonamiz. Jamoamiz eng yaxshi ishlarni ishlashda davom etadi. Xullas, biz shu YouTube uchun kontentlarni ishlashda davom etamiz. Avtomobil 111 ni kuzatib turinglar. Qo'llangancha vaqt bo'ldi degandan, xudo xolasa bu yakana video ishlab beramiz. Hammaga omad. Bizani agar ishimiz sizlar qiziq bo'lgan bo'lsa 99 388 4 dana bir telefon atasizlar.